Ay, mana pulimiz ko'payib ketib qolib, akkauntga UC'ni solib open case qilishni boshladik. Qarochi jigarlar, bugun YouTube kanalimizda juda ham katta o'zgarish, birinchi marta open case qichig'i bo'ladi. Unda odam bo'lib keldik, odam bo'lib ketaylik, salomlashaylik. Assalomu alaykum, barchalarga. Sizlar bilan har doimgidek real bo'ldik. Bugun qarochi meni pulimga emas, obunachim pullarga open case qilamiz. Obunachim akkauntlarini menga ishonib berdilar. Hozir shunga open case qilamiz. Qarochi xohlagan narsa oching dedilar. 10,000 UC tashab beryaptilar. 8,100 UC bor, hozir yana tushadi. Tak, qarochi zo'r open case bo'ladi degan umiddaman. Mana shu videoni ko'rib turibsizlar, tekinga UC ishlab olsanglar bo'ladi. Esinglardan chiqarmanglar. Uning uchun shu videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar va kommentariyaga liboy so'z yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab, o'z UC'sini tashab beramiz. Tak, mana bu yerda chiqadi. Bundan oldingi videomiz g'olibi, bularga UC'larni tashab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, shartlarni to'liq bajaringlar. Aytgancha akalar, bu bizning ikkinchi kanalimiz Real Gaming Uz. Albatta podpiska knopkasini bosib qo'yinglar. Xo'p, bunda ortiqcha gap so'z kerak emas. Biz open case boshladik. Mana UC'miz ham tushdi. Mana UC'miz ham tushdi. Pasti 10,000 UC'ga yaqin. Xo'sh, obunachimning akkauntlarini birinchi o'rinda bir ko'raylik. Nimalari bor ekan? Tak, bu yerda 66 kolleksion. Oy, yaxshi keldi cho'ta. Tak, M416 lar kelsak. Voy, to'rtta M416 bor. Superkarlardan ikkita superkar bor. Qarochi akkaunt skromligina akkaunt ekan. Xo'p, endi qaranglar, UC tushdi bu yerdan. Mana bu yerda ajoyib qaytarma kelgan. Plus oy, mana bularni olaylik tezda. Ketdi. Uje mana 10,780 UC'miz bor. Jigarlar, mana buni qaranglar, Qaydan ko'rsak bo'lardi buni? Mana buni qaranglar. Eng old resetlar qaytdi-yu, jigarlar. Mana buni qaranglar, mana buni. Oy. Mana buni qaranglar. Qaysi edi? Mana buni qaranglar. Qanaqasiga eng old resetlarni qaytarib qo'yishganda, qarochi biz buni open case qilmaymiz. Buni keyin qilamiz. Birinchi o'rinda biz mana bu ultimate open case qilishimiz kerak. Bu yerdan biz 3 ta samasyanka olamiz, AUG olishimiz kerak. Davay, unda qo'lga tashladik. Open case boshladik. Real UC'ni bir kuchini ko'raylikchi. Xo'p, birinchi bo'lib bitta 10 ta yo'l ochamiz. Ay. Legenda berdi, legendarniy klaska berdi. Xo'p, mana birinchisi 510 UC ga. Qani, nimalar berdi bizga? Nima bu? Qarochi nimadir o'ynashga. Tak, kiramiz, qarochi taktika qilamiz. Birinchi marta open case qilishim, qanaqa taktika, nima qilish bilmayman. Bam! Ay. Sharti bermadi-yu. Xo'p, ketdi. 30 UC ga. Ay. Ketdi, propusk bilan. Go propusk bilan. Yana bitta go. Oy, bitta material yaxshi, bitta material. Propusk olamiz. Hop. Oy. Bitta anaqa samasanka plus bitta material. Yaxshi, ikkita material oldik hozircha. Oy, 8 ta material bor ekan jam akkauntda. Tak, endi bize garantda emas, oddiy berish kerak bu yerda. Qani? Xo'p, bu meni qo'lim emas, bu ota bobolarimizning qo'li. Qani? Nima berdi bizga? Mana bu molita berdi, molita. Tak, endi bitta chiqamiz, jigarlar. Endi taktika o'zimizcha taktika, praktika qilaylik. Mana bunga kiramiz. Xo'p, bizga kerak narsa bu. Tanlang deyapti, tushunsa to'g'rimi? Bu kerak, to'g'rimi? Qanday tanlayman? Buni? To'xtaylik. Chiqarib olamiz-da. Buni tanlaymiz. Okey, bo'ldi mana. Boshqa narsalar bizga ancha kerak emas bu yerda. Xo'p, mayli, quyisinim 10 UC ochaylikchi. 10 UC ga nimalar berar ekan bizga? Har doimgidek mana bizga sodiqimiz material, mana Cerebroga. Buni tushunmayapman, qanday
Ha, mana endi tanlasak bo'ladi mana. Hop, hop, mana tanladik. Endi mana bu yerga hop. Ha, bu yerga ham tanlash kerak ekan. Mana. Hop. Hop, mana tanlab bo'ldik. Endi mana bu yerdan ham bitta ochib ko'ramiz va 180 UC quyina bor. Tak. Bu vahshiy sekin ochar ekan uka. Propustit bosamizmi? Ketdi. 3-uchinchisidan keyin propustit. 3-uchinchisidan keyin. Bam. Gapni tushunmadi. Ha, bu ko'payib ketaveradi-a bu aytgancha. 360 UC qoldi bu pas. Xo'sh. Qaroychi mana bir. Xo'sh. Davay endi Real UC'ni bir kuchini ko'rsat. Qaroychi quyina bu. Xo'p, biz yana mana bunga qaytamiz. Bu yerda 3 tagina anaqa olishimiz kerak. Samasyankami nima deb olishimiz kerak deganlar. Davay! Ota-bobolarim, qani kuchinglarni ko'rsatinglar. Bon propust bilan. Bam! Oy. Yaxshi, ikkita oldik. 4800 qoldi. Mana 4800 ga bitta dona chiqara olamizmi yo'qmi, jigarlar? Bitta chiqarishimiz kerak-da, bori. Oy. Granataga reaksiya qilib o'tirayapman, nima deysizlar endi? Nima bu yerda? Yo'q, hech balo yo'q. Davay jigar, 3900 ga bitta, 3700 ga bitta Samasanga ber. Yo'q, bermayapti bu. Xo'p, mana ketdi, bam. Yana bitta. Qaranglar, agarda mana hozir Real UC'ning kuchini ko'ramiz. Agarda hozir bermasa, Real UC omadli emas. Agar bersa, sizlar ham Real UC'dan UC olasizlar. Ketdi mana 1, 2, 3, bam. Qani? Bam, mana akalar. Mana nima dedim, mana sizlarga ko'ryapsizlar. Oy. Xo'p, bizda 3 ta anaqa berdi endi bo'ldi. Buni ochish shart emas endi deganlar. Tak. Yaxshi. Endi akalar biz ham bu mifikni qo'lga kiritishimiz kerak. Bo'ldi, 3 tagina anaqani qo'lga kiritdik. Endi mana bu ikkita mifikdan bittasini olishimiz kerak. Mana oldi mifiklardan biri. Aytgancha jigarlar, agarda haligacha qimmatga yusob yurgan bo'lsanglar, sizlarga 3 ta dona taklifim bor. Yaxshilab eshitinglar. Tak, birinchisi akalar, bizda UC narxlari O'zbekistonda prям eng arzon narxlarda. Bu bir. Ikkinchisi, hozir videoga like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib, screenshot olasizlar. Sizlarga qachon UC kerak bo'lgan payt adminga o'sha screenshotni bitta tashlaysizlar, sizlarga skidka qilib beradi. Uchinchisi akalar, bunaqa skidka qilishdan, bunaqa arzon sotishdan maqsad nima desanglar, sizlar menga moshni poddersha qilyapsizlar, men ham sizlarga poddersha qilaman. O'shaning uchun akalar, UC kerak bo'lsa begona qilmanglar. Shu videoni opisiyanasida silka qoldiraman, prosta o'tasizlar, UC ni olasizlar. Ishinglar 1 minutda hal bo'ladi. Nimaga deganda 3-4 ta adminlar sizlarning xizmatingizda 24/7. Takshda akalar tez o'tib olinglar. Xo'p, endi akalar bizda 2000 UC bor. 2000 UC ga endi men mifiklarni qo'lga kiritmasak bo'lmaydi. Agarda qo'lga kiritsak, ishoninglar, real zo'r bo'lardi. 10000 UC ga 3 ta Samasyanka plus mifiklar. Tak, bu yerda bizga hozir Cerebrodan boshqa narsa berarmikan, ha? Men bu mifiklarni ham ber. Iltimos, PUBG. Bam. Davay. Bam. Mif. Bam. Propustit qilay desam, to'g'ri yoqmayapti-da, propustit qilsam. Tak, yaxshi. Mana bu. Mana jonga tegdi, mana shuni bera olib bor. Xo'sh, bu yerda mana bu yerda nimadirlar to'rli, jigarlar bu yerda nima qiladi? Xo'p. Nima bu? Nima qildi? Kartikingga beragan. Xo'p. Bu yerda tanlasak bo'lar ekan, bo'ldi mana. Hop. Mana bularni ochamiz. Bu yerda nimalar bor bu yerda? Mayli, buni ham tasodifiy tanlash. Qani, ochamiz. Yaxshi. Bo'ldi. Men mifik qutini qachon ochsak bo'ladi? Mifik qutini. To'xtaylar, menga bu emas. To'xtaylar, menga mana bu kerak. Hop, mana bu ikkitasi kerakmi? Da. Qachon ochamiz buni?
Qarochida to'lis ochar ekanmiz. Xo'sh, endi qari yuziga mana. Qari yuziga nimadir tushib qolsa bilmadim. Bu ham tushmaydi. Tak, 360 yuziga. Davay jigar. Uyaltirma mana. Real yuzini bir kuchini ko'rsataylik. Badar ber endi, пожалуйста. Iltimos, mana shu ikkita mifikdan bittasini ber, PUBG. Qo'y, yet qilyapti bu PUBG. Oh! Voy jallab. Voy jallab, PUBG hol so'kudi mana beraverdi. Voy jallab. Yebayt. Yebayt. PUBG so'kdik mana beraverdi. Yebayt. Oy oy oy. Mana legenda, prям legenda. Oy 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 tez buni kiygizaylik. Yebayt. Ishoninglar, shuna xursandman. Birinchi marta tushirishim bor. Emotsiyasi qani buni? Emotsiyasi qani? Qani emotsiyasi buni? Ne? Emotsiyasi yo'qmi? Ha, bu bana. Oy 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 akalar nima bu? Yebayt. Mana PUBG so'kdim, sразу beraverdi mana. Xo'sh, jigarda 9 ta material bor. Onasini emsin. Tak, mayli. Endi ochamiz yana jigarlar, ochamiz. Agar men buni ham beraversaman. Uzr. Xo'p, to'xtaylik endi bu yerdan. Tak. Buni berdi bizga, to'g'rimi? Buni olib tashlashimiz kerak. Bu kerak bizga, bu kerak bizga. Xo'sh, jigarlar, bizda 1000 UC bor. Primerni xo'p, hisoblab ko'ramiz. Ikkita 3 ta ochishga ketadimi shunda? Yo, to'xtaylik. Ikkita. Ikkita. Ну, короче-da, bosh qotirmaylik, ochaylik. Qani, gonda. Men buni bersam endi. Voy, props bosib yubordim. Hop, let's go. Qani, davay. Davay, props qilish xato ekan. Biz props ochamiz. Yana bir marta PUBG so'kaymiz, jigarlar. PUBG berasanmi yo'qmi? PUBG berasanmi yo'qmi deyapman. PUBG berasanmi yo'qmi? PUBG. PUBG. Ber. Valla bitta bersang shunaqa bo'lmaydi, jigar. Bitta babraski berib yubor. Davay. Yaxshi, xo'p, bizda 310 UC bor, bizga yana 300 qancha 50 UC kerak edi 10 tl ochishimizga, jigarlar, 10 tl ochishimizga. To'xtanglar, men hozir mayli. O'zimni yonimdan obunachimning akkauntiga hisobni to'ldirib, bitta bir 60 UC tashlaymanda, yana mana shu 10 tl ochaman. Bu bilan real UC'ning omadliligini ko'ryapsizlar, jigar. 10.000 UC ga bitta mifikli bo'ldik, plus 3 ta samasankali bo'ldik. Mana adminga ID'ni tashlab oldik. Hozir admin tezda bizga UC'ni tashiydi. Jigarlar, ana shunaqa omadli, sizlarga ishonchli, arzon, skidkali UC'lar kerak bo'lsa, albatta real UC'ni tavsiya qilaman. Shu videoni opisiyanasida link qoldiraman. Tezda o'tinglar, ishinglarni oson bajaringlar. Okay. A few moments later. Xo'sh, mana уже UC tushdi. Endi men buni hozir bitta 10 tl ochamiz, mana bu mifik qo'lga kiritamiz, bo'ldi, ketamiz, bu yerdan qochamiz. Mana men buni. Mana shu narsa vashchi udar bo'lardi. Xo'p, to'xtaylik, unda men bu narsani ochib o'raylik, mana bu yerda. Yaxshi. Tak, ketunda men buni ochaylik. Bam! Agar mana shu safar nimadir mifik bersa, real UC'dan UC olmasanglar, oq qo'raman hammalarni. Davay endi jigar, bir marta ber, bir marta PUBG jigar. Shuncha paytdan beri bizani mana oq qizayotganding. Davay jigar. Bilmadim. Aytaylar, eng qizig'i, sizlardan bitta podderishga kutaman. Qanaqa desanglar, bizani bilasizlar, bu hozir ikkinchi kanalimizda video ko'ryapsizlar. Yo'q, sharh bermadi. Tak, jigarlar, hozir ikkinchi kanalimizda video ko'ryapsizlar. Birinchi kanalimiz 115 mingta podpисчиги bor. Bu ikkinchi kanalni nima sababdan ochdingiz degan savollarni beryapsizlar. Jigarlar, bilasizlar, YouTube'da 100 ming obunachiga erishsanglar, sizlarga kumush knopka beradi. Lekin biz haligacha olganimiz yo'q. Mana 6 oy bo'ldi 100 mingta bo'lganimizga,
haligacha knopka olganimiz yo'q. Sababi birinchi kanalim ko'p marta jalba kelgan YouTube tomonlama, o'shaning uchun knopka bermasgan. O'shanga ikkinchi kanal ochdim. Deganlar to'g'risi, mana hammani orzusi bor, meni ham orzuyim bor. Shuncha paytdan beri kontent qilaman, hali knopka olmadim. O'shaning uchun ikkinchi kanalni ochdim. Deganlar maksimalli shuni birlashib podдержка qilib, bitta dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Shu 100 mingta bo'laylik, mana shu kanalni 100 mingta qilib knopka olaylik. Shu orzuyimga mana tepa erishishga yordam beringlar. Davay, hammanglar bitta bo'lsanglar, eplab olamiz. Xo'p, akalar, menimcha videomiz tugadi. Videoni ko'rganlar uchun hammanglarga rahmat. 10 ming yusiga 3 ta Samasyanka oldik mana bitta o'tkazishni. Plus Old V mifiki qo'lga kiritdik jigarlar, mana Old V mifiki. Xo'p, bu 3 taga adashmasam brat avib olsalar kerak. Endi men hozir olmayman. O'zlari oladilar. Yo'qda ultimate mikin. Ultimate 6 ta ko'p. Tak, короче, o'zlari bilib oladilar. Shunaqa gaplar. Mana 10 ming yusiga mifik bilan 3 ta Samasyankani olib berdik. Если что, yaxshi shopping case bo'ldi degan umiddaman. Albatta izohlarga fikrlarni yozib qoldiringlar. Yaxshi bo'ldimi? Birinchi shopping case'ga bo'ladimi? Davayt, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, charchamanglar.